Variantga sotiladigan furalardan chiqaring deydiganlar uchun 30 ming naqd puli borga zavodskiy gazli Citrak Persep bilan birgalikda sotiladi. Galavani yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan, Persep yili 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Holatlar a'lo darajada. Hozir restda Toshkentdan kelib turibdi. Gaz ballonlari 12 ta 100 litrli temir gaz ballonlar jihozlangan. Oldi ballonlari mana ko'rishingiz mumkin, yangi almashtirib qo'yilgan. Orqa ballonlarning holatini ham mana ko'rsangiz bo'ladi. 50-60% atrofida turibdi. Persep ballonlarning holatini mana ko'rsangiz bo'ladi. 40-50% atrofida. Moslar saf mos, tormozi baraban ekan. Salonni ichki holatlarini ko'rishingiz mumkin. 2 tali spalni, 12 tali mexanik korobkada yurgan masofasi bor yo'g'i 78 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Persep ichki holatini ko'rsangiz bo'ladi. Pollari, tentlari yaxshi holatda, qo'shimcha stoykalar qo'yilgan. Akalar, fura 30 ming naqd pul borga variantga sotiladi. Agar naqd pul sanab olaman deydiganlar bo'lsa, narxini 50 ming AQSh dollari deyilyapti. Tevasida yana ozgina o'tib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar telefon qilib yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yana bir qiziq tomoni, agar yengil mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, buni barterga ham kelishsa bo'ladi. Akalar, videoga bitta like bosib, variantga gazli fura qidiruvga fura ishlanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasa, hammaga rahmat.